Qizlar. Kecha biza Instada 100 ga bo'ldik, 100 ming kishi. Nima uchun aynan Instada 100 ga bo'lish bu juda muhim. Men o'zimni fikrimni aytaman. Bizaga количество подписчик muhimroq, чем aktiv, просмотр, YouTube, TikTok. Shunga qarab sizga отношение qiladilar. Не только reklamodatellar, oddiy insonlar ham, или blogerlar bir-biriga shunaqa отношение qiladilar. Tushmanda mana shunaqa screen qilinglar bu объем uchun. Kelinimga aytsam agar mana ura 100 ga bo'ldim desam agar muncha tez-ku deydilar. Rostini aytsam menga tez ham yoki oson ham bo'lmagan. 2023-yil noyabrga dekabrlarda men vlog olishni boshlaganman. 2024-yil yozda, где-то iyul avgustlarda, где-то kelgandim yozda. O'shandan beri vloglarim rekomendatsiyaga tushib, yaxshi prosmotr olgan. Ro'pa-rosa 2-3 oydan keyin, где-то iyul avgustlarga vlog yuritayotganimga, где-то 2,5 yil bo'lagan. Ba'zi bir blogerlar bu 100 kni yarim yilga, 1 yilga to'playdi. Lekin men xudoga qilaman, что hech qanaqa giflarsiz, konkurslarsiz, живой akkaunt, живой auditoriya to'plaganimga juda ham xursandman. O'ylaymanki, sizlar men bilan dal ketasizlar. Endi men ketdim ochilishga. Всем пока.